Assalomu alaykum aziz obunachilarim, Bego'y oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali bo'lgan qatlamali mini somsachalar tayyorlaymiz. Marhamat tomosha qiling. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda ishimizni 320 gram atrofidagi suvga 1 choy qoshiq tuz solib aralashtirib olishdan boshlaymiz. Idishimizga 500 gram un solib olamiz va ustidan tayyorlab qo'yilgan suvni solib, o'rtacha yumshoqlikdagi xamirni qorib olamiz. Mana xamirimizni qorishtirib oldik. Endi buni salofan tagida qoldiramiz va yarim soatga tindirib qo'yamiz. Xamirimiz tungunicha nachinka tayyorlab olamiz. Buning uchun 300 gram qiyma, 2 dona mayda qilib to'g'ralgan piyoz, 80 gram mayda qilib to'g'ralgan dumbani qo'shib olamiz. Ustidan tabga ko'ra ziravorlar qo'shiladi. Tuz, zira, murch solinadi va yaxshilab aralashtirib olinadi. Mana xamirimiz tinib oldi. Endi taxminan 9 ta yoki 10 ta zuvalaga bo'lib olamiz va zuvalachalarni ustini salofan bilan yopib, buni ham yana 15 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Endi tingan zuvalachalarni biroz un sepib, yupqa qilib yoyib olinadi. Jova yordamida yoyilgan zuvalachalarimizni birin-ketinlikda ustiga margarindan surtib olamiz va ketma-ketlikda taxlab olamiz. Endi ustini salofan bilan yopib, yarim soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Xamirlarimiz ancha qotib oldi. Endi un sepilgan stol ustiga olib, xamirni yupqa qilib 2 mm atrofida jova yordamida yoyib olinadi. Xamirimizdan 6-7 cm atrofida to'rtburchaklar kesib olamiz. Kesilgan bo'laklar ustiga 1 choy qoshiqdan nachinkadan qo'yib chiqamiz. Nachinkamizni qo'yib oldik. Endi buni ekranda ko'rganingiz holatidagi to'rtburchak shaklida tugib olamiz. Listimizga barcha somsalarni taxlab olamiz. Ustidan tuxum sarig'i surtib, qizigan duxovkaga 160 gradus haroratga 30 daqiqaga qo'yib olamiz. Mana kichikgina somsachalarimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali, qatlamagina va yumshoqqina, qarsildoqqina bo'lib pishib chiqdi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ring. Kelasi videolargacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizlar bilan yana g'oyibona diydor qadar xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.